3 milyon 200 milyon so'mlik ishlar bajarilyapti. Keyingi yilga buni ko'paytiramiz. Bu juda ham katta mehnat bo'ldi, tashabbus bo'ldi. Buni himoya qilib vazirlikdan pulini surib kelishga, shu ikkita joyga damba tiklash ishlarini amalga oshirishga erishdik bugungi holatda. Hozirgi kunga. Endi ushbu masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasini ko'rib chiqdik. Ushbu qaror loyihasi sizlarga taqdim. Qaror loyihasiga bo'yicha o'zgartirish va qo'shimchalar bormi? Bo'lmasa mazkur qarorni tasdiqlashingizni so'rayman. Birontalar rahmat, qarshi betaraflar yo'q, rahmat, yo'laman. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi ikkinchi masala bo'yicha Qo'qon tumanida xavfsiz va ravon yo'l 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar 2026-yilga ish rejasi haqida so'zni Ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi guruhi katta inspektori Mirzo Oldinov Sherzod davlatida o'ziga beraman. Assalomu alaykum. Hurmatli kengash raisi va kengash a'zolari va ishtirokchilar. Qo'qonsoy tumanida 2025-yil davomida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, qonunbuzarlikni oldini olish hamda yo'l transportini oldini olish bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilgan. Xususan, tuman hududida 2025-yilda jami 22.107 ta ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, ular bo'yicha hisoblanganda jarimalarning umumiy summasi 19 milliard 402 million 101 ming 827 so'm tashkil etadi. Toshkent tartibida aytilgan bo'lsa, 2023-yil davomida 11.004 ta ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan bo'lib, ulardan jami 4 milliard 918 million so'm jarima undirilgan. Shuningdek, 2025-yilda 192 ta ma'muriy bayonnoma jinoiy ishlar bo'yicha tuman sudga yuborilgan. 2024-yilda 91 ta ma'muriy bayonnoma yuborilgan. Yo'l transportini olish bo'yicha tahlillarga ko'ra 2025-yil davomida 206 ta ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, yo'l transportida sodir etilgan. 2024-yilda 218 ta tashkil etildi. Jinoiy turdagi yo'l transportlarini bo'yicha 2024-yilda 48 ta, 2025-yilda 39 tani tashkil etgan, ya'ni 9 taga kamaygan. Shuningdek, yo'l transporti natijasida 19 nafar voyaga yetmagan shaxs jabrlangan. Ularning bir nafari vafot etgan. Piyodalar bilan bog'liq yo'l transporti jami 14 tashkil etib, 8 nafari jarohat olgan, 2 nafari vafot etgan. Shu bilan birga tahlillarga ko'ra, voyaga yetmaganlar, adashuvga o'rinbosarga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan transport vositasini boshqarish holatlari ortib bormoqda. Bu esa ayrim hududlarda yo'l transportini oshishiga sabab bo'lmoqda. So'nggi vaqtlarda voyaga yetmaganlar ishtirokida juda ko'p yo'l transporti sodir etilmoqda. Biz tuman hududida ham voyaga yetmaganlar bog'liq 18 ta yo'l transporti sodir etilgan. Ulardan 2 nafar vafot etgan. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirildi. 2025-yil davomida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan tumanning chekka hududlarida reyd tadbirlari tashkil etildi. Ushbu tadbirlar davomida voyaga yetmagan shaxslar bilan yakka tartibda tushuntirish ishlari olib borilib, avtomashina boshqargani qonun tuzib bergan tartibda javobgar qilish haqida tushunchalar va ota-onalar bilan ogohlantirish ishlari olib borildi. Tuman hududida 815 ta ashaddiy xodimlar haydovchi bo'lib mavjud bo'lib, ularning har birisi bilan yakka tartibda tuman IB boshlig'i tomonidan profilaktik isbot olib borilgan. Yo'l harakati qoidalariga rioya etishni ta'minlash maqsadida xizmat olish borish rejasi asosida reyd tadbirlari o'tkazilib, chekka hududlar tomonidan reydlar amalga oshirilmoqda. Shunda jumladan ta'lim muassasalari, mahallalar hamda aholi gavjum joylarda profilaktik tomonidan yig'ilishlar tashkil etilib, voyaga yetmaganlar to'g'risida
bularni oldini olish, qaratilgan targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Olib borilgan chora-tadbirlar natijasida voyaga yetmagan shaxslar tomonidan avtomashinani boshqarish 2023-yil chorak yakunida 25 dan tashkil qilingan bo'lsa, 2026-yil chorak yakunida 3 dan tashkil qilyapti hozircha. Tuman hududida 2025-yil davomida jami 49 ta jinoyat xabarlarining 11 tasi o'lim bilan tugagan. 2025-yilda gunohni olish maqsadida hozir Xalq shaharga jami 14 karada 11 ta to'xtab turish bo'yicha kameraga xat chiqaryapmiz. Hozir tahlillar ko'rsatadiki, tumanda shu avariya hammasi tezlik bilan bog'liq bo'lyapti. Shu tahlil qilganda hammasi tezlik bilan bog'liq. Eng kami tezlikda tahlil natijasida 49 ta avariyada где-то 37 tasi 100 km tezlikda oshirgan holda hisob tashlangan. Yuqorida so'zlangan amalga oshirish natijasida 2026-yil chorak yakuni bo'yicha yo'l hodisasi bo'yicha 7 ta avtoavariya kamerasiga erishdik. Qisqacha ma'lumotlar shunday. Sherzodbek, bugungi kunda tumanimizda avtotransport vositalari juda ham ko'p. Mana shu markazida, tirbandlikni oldini olish uchun qanaqa chora-tadbirlar belgilagansiz? Endi mana yana ikkinchi masala bor. Tuman markazida parkovka mana stoyanka moshina qo'ygani joy yo'q. Aholi tomonidan juda ko'p haqli e'tirozlar bor. Shunga qanaqa bir rejalar bor, takliflar bor, nima ishlarni olib boryapsizlar? Misol bozorga stoyanka qilganimiz bilan o'tib ketmaydi, bozorga kelgan odamlar 3 dan 1 ga ham stoyankaga joy yetmaydi. Yakshanba kuni umuman bozorga boshqa bilan kirib bo'lmaydi, iloji yo'q. Bunga qarab sizlar nima? Hozir bo'yicha Xalq shahri bo'yicha 5 ta stoyankaga taklif berdik, lekin joyi topish qiyin bo'lyapti. 5 ta avtoturargohga har bittasi sig'imi 2 ta. Mintaqaga bir sig'adigan stoyanka taklif berganmiz, shunga bo'yicha joy taklif berishimiz aytdi. Endi biz hokimlikka xatdan chiqqanmiz, endi joy ajratishni 5 ta stoyanka qilamiz. Keyin bu tirbandlikni oldini olish bo'yicha hozir mana misol hukumat prezidenti tomonidan 100 milliarddan oshiq planslar yo'lga asosan kengaytirish, zamonaviy yo'lga aylantirish bo'yicha. Bundan tashqari 11 ta markazga to'xtab turish bo'yicha kamera qo'yiladi, ya'ni bir oy ichida to'xtab turish mumkin emas. Shunda tirbandlikni oldini olish so'raladi, lekin ikkinchi tomondan stoyanka muammosi ham kelib chiqadi bo'yicha. Stoyankaga lekin joy katta muammo. Buni kengaytirib Sherzodbek, men sizga tuman mutofasiga savol emas, munosabat. Qanday qabul qilsangiz shunday qabul qiling. Bergan ma'lumot esa ichki ishlar xavfsizlik guruhi inspektorlari kelyapti. Xavfsiz ravon yo'l, avariya, chorak qoida buzarlik deyapsiz-da. Bir narsaga hayron bo'layotganim, ma'lumot esa zo'r ma'lumot beryapsiz, lekin ma'muriy javobgarlikda qo'llanilgan bir baravardan oshib ketyapti. Tartibga solgan bo'lsangiz nima ko'payib ketyapti? Birinchisi. Ikkinchisi, ma'muriy javobgarlikka tortishdan maqsad uni jazolashmasda, hozir siz keltirayotgan ma'lumot fuqaroni yoki haydovchini jazolashmas, tartibga chaqirish. Siz birinchi navbatda tartibga chaqirishingiz kerak. Lekin tartib yaratilmagan narsaga qanchalik ma'muriy qo'llanilyapti? Sababi, xabaringiz bo'lsa, men deputat so'rov chiqardim. Asosli chiqardim. Xohlasangiz men sizga bu ma'lumotni tashlab beraman. Shu siz aytayotgan kameralar bo'yicha. Mana shaxsan o'zimda bo'lgan narsa. Bu to'lashdan qochish emas. Turibdi, fuqaro palasaga oyoq qo'ymasdan turib, jarimaga uryapti. Birinchisi, qonun buzilishi. Palasa u yerda ko'rinmayapti. Ma'muriy javobgarlik kodeksi bo'yicha 172 bo'yicha ko'radigan bo'lsangiz, palasani ko'zga ko'rinmaydigan holat bo'lsa, ma'muriy qo'llash noqonuniy hisoblanadi. Bu bo'yicha xat chiqardik. To'g'risi, sizlardan ma'lumot hali borgani yo'q. Aslini olsa, qonunchilik bo'yicha oladigan bo'lsa,
sizlardan shu vaziyatlardan yuqori turuvchi instansiyaga chiqarish vakolatimiz bor, lekin Qo'qoq aytganda bu yerda Kosonsoy tumaniga gap kelgan. Endi mana shu yer bolasi bo'lib turib, bu yerda tumanni qoralab qo'yishim noto'g'ri bo'ladi. Endi siz keltiryapsiz, ma'lumotni zo'r deb beryapsiz, amaliyotdan kelamiz. Bu ma'lumot. Bu ma'lumot emas, endi amaliyotdan kelamiz. Qanchalik mantiqqa to'g'ri keladi tartibga solish chorasi. Dunyo magazinning oldida yo'l harakati xavfsizligini xodimi turib, chorrahadan o'tgan avtotransportni tortyapti-da, uni hujjatini tekshiryapti. Lekin chorrahada Desk poliklinika deymiz yoki bu betdagi uglovoy joyda Obod petagi deymiz, Guliston petagi deymiz. Bardak bo'lib yotibdi. Uni tartibga solmasdan turib, bu yo'ldagi fuqaroni to'xtatib turib hujjatini tekshirish bu qanchalik qonuniy deb hisoblaysiz? Siz shu sohaning mutaxassisi. Siz shu soha bo'yicha Kosonsoy tumaniga javob beruvchi xodimsiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, keltiryapsiz. Adashmasam 190 da edi. Adashmasam 190-301 da o'qidim. Tuman markazlarida raqamli chorrahani svetoforlarni tashkillashtirish masalasi turgan. Biz tumanda protesta yo'q. Avtoavariya dedingiz, avtoavariyasiga qaytamayman. Lada chorrahasi. Fuqarolar adashmasam 2 oy murojaat qildi. Svetoforni o'rnatish yo'l tashkilotida bo'lsa, lekin uni ruxsatini berish, moliyalashtirish sizlarning tashkilotlariga. Sizlar o'sha Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi departamenti bor qanaqadir, o'sha moliyalashtiradi. Lekin bu yerda keltiryapsiz-da, prezident qarorlari 190, 310, 172 mayli. Bu tartib tamoyili. 316 ni keltiryapsiz. Hozir qo'pol aytadigan bo'lsa, tahlil qiladigan bo'lsak, boshqa birorta ma'lumotga to'g'ri kelmaydi. Men to'g'risini aytaman. Siz bundan ko'ra bu yerga olib kelib, bu yerda deputatlar o'tiribdi, kerakli tashkilot rahbarlari o'tiribdi-da, biz hammamiz shu tumanni odamimiz. Olib kelib turib, menda bunaqa masala bor, mana masalan bundoq qilib yetish kerak degan masalada bularga olib kelsangiz, bular birgalikda ishlaydi sizlar. Misol, bularga bitta nima bo'yicha kelsak, kichkina bir 4 ta 5 ta boring o'nta mahalla bo'yicha murojaat qilsak, menga tuman bo'yicha keladi. Men oddiy raqamdan keltirib beryapman. O'tgan yili qancha edi, hozir 1 barobar oshyapti. Bu tahlil emas. Bu achinarli holat. Tartibga solinmagan hisobiga 1 barobar ma'muriy qo'llanyapti. Agar tasavvur qiling, hozirgi kundagi davlat rahbariyati siyosatda o'tirib, sizni ham oyligi shartingizni yoki umumiy tumandagi ichki ishlar tizimini kifoyaga hisob qo'ysa, sizlar oylik olmasdan yarashishlarga to'g'ri kelib qoladi. Nimagaki ma'muriy javobgarlik bu yerda qo'pol buzilishlar ko'payib ketgan, yuqorilab ketyapti. Yoki qonuniy tekshirib chiqadigan bo'lsa, noqonuniy ma'muriy javobgarlik qo'llash ko'payib ketgan bo'ladi. Bu yerda gapirib bo'lmaydigan holat ko'p. Men o'zimda bo'lgan narsa, sizga fuqaro murojaat qilmaydi. Lekin fuqaro bizga murojaat qiladi, deputatlarga murojaat qiladi. Deputatlar bu yerda yecha olmaganini viloyat kengashga chiqyapti, yoki oliy masjidga to'g'ridan to'g'ri chiqyapti. Siz gapimni to'g'ri tushuning, men tanqid qilmoqchi emasman sizni, yoki xohlang javob bering, xohlang javob bermang. Bu sizning ixtiyoringizda. Lekin men o'zimning xolis fikrim. Men shu yerda ko'zim bilan ko'ryapman, har kunlik masala. Bor narsani aytyapman, bor narsani siz ham ko'rib turibsiz. Buni men buni tan olish kerak. Faqat yechimi bo'yicha javob yo'q. To'g'risini aytish kerak. Yechimi bo'yicha reaksiya bilmayman. Sizlarda ta'sir chorasimi? Ta'sir chorasini ko'rmayman. Mana yo'lni bo'yash bo'yicha baribir qisman sizlar moliyalashtirasizlar-da. Ma'muriy javobgarlik qo'llangan bo'yicha ham sizlar jamg'armaga tushadi. To'g'risi, hamma narsa borib turib jamg'armaga qadalyapti, lekin bu jamg'armadan boshqa sizni tortib kelishingiz mumkin. Siz masalani bu yerga qo'yishingiz kerak yoki viloyatga qo'yishingiz kerak, shu masala bor, shuni hal qilish kerak degan masalani qo'yishingiz kerak. Men hozir bu deputatlarni endi bilmadim, bular qanchalik meni gapimni qo'llab-quvvatlaydi, lekin men o'zim ko'zim bilan ko'rgan narsani sizga aytdim. Endi u yo'g'i o'zingizda. Menda masala yo'q, menda shu. Menda demayman. Qo'pol aytganda, menga o'zlarga saylovchilik masalasi shu. Ha. Siz hozir fikringiz bormi? Hali kamera degan bo'yicha vazirlar mahkamasi 703 so'rov bo'yicha tadbirkor tomonidan qo'yilgandi, keyin muhokama sabab bo'lgani uchun to'xtatdi. Kengashdan rozilik olingan? To'xtatdi shuni. Kengashdan rozilik olinmagan. Birinchi qonun buzilishi o'zi. Hozir siz 14 ta qo'yyapmiz deyapsiz-da. O'zim hozir so'z so'ramasdan